Anbiyo surasi Makka da nozil qilingan 112 oyatdan iborat. Anbiyo payg'ambarlar degani. Surada Allohning yagonaligiga aqli dalillar, barcha mavjudotlar Allohning hikmati va qudrati bilan yaratilgani, aqoid va ibodatga doir oyatlar, shuningdek Idris, Nuh, Ibrohim, Ismoil, Ishoq, Yaqub, Lut, Dovud, Sulaymon, Ayyub, Zulkifl, Zunnun, Yunus, Zakariya va Iso alayhissalomlar to'g'risida ham ma'lumotlar bor. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Odamlarga hisobot kunlari, qiyomat yaqinlashib qoldi. Ular hanuz g'aflatda, iymon va amaldan yuz o'giruvchidirlar. Ularga Parvardigorlari tomonidan biror yangi eslatma, oyat kelsa, uni albatta o'ynab, masxaralab turib tinglaydilar. Dillari esa g'ofildir. Zolim kofirlar, bu Muhammad o'zlaringizga o'xshagan bir odam-ku, ko'rib turib sehrga aldanish uchun kelaverasizmi, deb o'zaro shivirlashdi. Shunda Muhammad aytdi: Rabbim osmon va zamindagi har bir so'zni bilur. U Sami, eshituvchi va alim, biluvchidir. Balki dedilar ular, Muhammad vahiy deb da'vo qilayotgan so'zlar alg'ov-dalg'ov tushlardir. Balki uni o'zi to'qib olgandir. Balki u shoirdir. Bo'lmasa u ham ilgari yuborilgan payg'ambarlar kabi biror mo'jiza keltirsin. Ulardan oldin biz halok qilgan biror shahar aholisi iymon keltirgan emas. Bas ular Makka ahli iymon keltirarmidi? Ey Muhammad, biz sizdan ilgari ham faqat erkaklarni o'zimiz vahiy qilgan holda payg'ambar etib yuborganmiz. Bas, ey Makka ahli, agar bilmaydigan bo'lsangiz, Tavrot, Injilni biladigan zikr ahlidan so'rangiz. Biz u payg'ambarlarni taom yemaydigan bir jasad qilgan emasmiz va ular mangu hayot kechiruvchi ham emas edilar. So'ngra bergan va'damizga vafo qilib, u payg'ambarlarga o'zimiz xohlagan iymonli kishilar bilan birga najot berganmiz va haddan oshuvchilarni halok qilganmiz. Dar haqiqat, sizlarga kitob, Qur'on nozil qildik. Unda sizlarning zikringiz bordir, buni anglamaysizmi? Qanchalab zolim qishloq ahlini halok qildik va ularning ortidan boshqa qavmlarni paydo qildik. Bas, qachonki ular azobimiz kelishini sezib qolishgach, birdaniga u joydan qochib qolurlar. Shu payt farishtalar, qochmangiz, maishatga botgan joylaringizga, o'z maskanlaringizga qaytingiz, balkim so'roq qilinursiz deganlarida, ular o'zaro, ey holimizga voy, dar haqiqat bizlar zolim ekanmiz
dedilar. Bas, to biz ularni giyoh kabi o'rilgan, olov kabi o'chgan holga keltirgunimizcha, shu hol ularning da'vo faryodlari sifatida davom etdi. Biz osmon va yerni hamda ularning orasidagi narsalarni shunchaki o'ynab behuda yaratganimiz yo'q. Bordi-yu o'yin kulgi qilishni, xotin va farzand orttirishni istab shunday qiluvchi bo'lganimizda ham uni o'z huzurimizdan, ya'ni farishtalardan yoki jannat hurlaridan qilgan bo'lar edik. Yo'q. Biz haq Qur'onni botil jaholatning ustiga tashlaymiz. Bas uni ezib yuborgach, bexos botil yo'q bo'lur. Sizlarga esa, ey mushriklar, Allohning bunday sifatlaganingiz sababli holingizga voy. Osmonlar va yerdagi borliq unikidir. Uning huzuridagi zotlar, farishtalar uning ibodatidan orlanmaydilar va charchamaydilar ham. Ular tun-u kun suskashlik qilmasdan Allohga tasbih aytadilar. Yoki ular mushriklar yerdan, tosh, yog'ochlardan o'liklarni tiriltira oladigan ilohlarni yasab olibdilarmi? Agar ikkisi yer va osmonda Allohdan o'zga ilohlar bo'lganida, har ikkisi buzilib ketgan bo'lar edi. Bas, arsh egasi bo'lmuş Alloh ular sifatlayotgan sheriklardan pokdir. U o'zi qiladigan biror narsa haqida javobgar emas, balki ular Allohning oldida bandalar javobgardirlar. Yoki uni qo'yib boshqa ilohlarni o'zlashtirdilarmi? Ey Muhammad, ayting, hujjatingizni keltiring. Mana shu men bilan birga bo'lgan mu'minlarning eslatmasi Qur'on va mendan avvalgilarning eslatmalari Tavrot, Injil. Yo'q, ularning aksariyati haqiqatni bilmay turib, tavhid va itoatdan yuz o'giruvchilardir. Ey Muhammad, sizdan ilgari biz yuborgan har bir payg'ambarga ham mendan o'zga iloh yo'q, bas menga ibodat qilingiz deb vahiy yuborgandirmiz. Ular, ya'ni mushriklar, Rahmonning farishtalardan bolasi bor deydilar. U esa bundan mutlaqo pokdir. Yo'q, farishtalar mukarram bandalardir. Farishtalar undan ilgari biror so'z aytmaydilar. Ular Allohning amri bilangina ish qilurlar. U ulardan, odamlardan oldingi bo'lgan va keyingi bo'ladigan narsalarni bilur. Ular faqat Alloh rozi bo'lgan kishilarnigina shafoat qilurlar. Ularning o'zlari undan xavfsirab, qo'rqib tururlar. Ulardan qaysi biri men ham Allohdan o'zga bir ilohman desa, bas, biz o'shani jahannam bilan jazolaymiz. Barcha zolimlarni ana shunday jazolaymiz. Kofir bo'lganlar osmonlar ham, yer ham avvalda yaxlit bo'lganini, bas biz ularni yorib yuborganimizni
va barcha tirik mavjudotni suvdan paydo qilganimizni ko'rmadilarmi? Endi ham iymon keltirmaydilarmi? Yer ularni, odamlarni tebratmasligi uchun unda tog'larni paydo qildik va yo'l topib yurishlari uchun unda keng dara va yo'llarni paydo qildik. Osmonni saqlanib turuvchi tom qilib qo'ydik. Ular mushriklar esa ularning alomatlaridan yuz o'giruvchidirlar. U kecha va kunduzni, quyosh va oyni yaratgan zotdir. Bu ikkisining har biri falakda suzib yurar. Ey Muhammad, biz sizdan avval biror odamzodga mangu hayot bergan emasmiz? Siz o'ladigan ular mangu qoluvchilarmi? Har bir jon o'limning totuvchisidir. Biz sizlarni yomonlik bilan ham, yaxshilik bilan ham sinab imtihon qilurmiz. Keyin bizning huzurimizgagina qaytarilursiz. Ey Muhammad, kofir bo'lganlar sizni ko'rganlarida faqat bir-birlariga sizni ko'rsatishib, ilohlaringizni ayblaydigan kimsa mana shumi deb masxara qilishadi. Holbuki ularning o'zlari Rahmonning zikri, Qur'onni inkor etuvchilardir. Haqiqatan inson shoshqaloq qilib yaratilgandir. Yaqinda men sizlarga o'z alomatlarimni ko'rsaturman, bas o'zim iroda etgunga qadar meni shoshiltirmangiz. Ular, agar rostgo'y bo'lsangiz aytingchi, mana shu qiyomat to'g'risidagi va'da qachon bo'ladi derlar. Agar kofir bo'lganlar na oldilaridan va na ortlaridan olovni to'sa olmay qolishadigan, ularga yordam berilmaydigan vaqtni, qiyomat kuni shiddatini bilsalar edi, bu so'zlarni aytmagan bo'lar edilar. Yo'q, qiyomat to'satdan kelib ularni hayron va lol qilib qo'yar, bas uni qaytarishga kuchlari yetmas, ularga tavba qilib iymon keltirish uchun muhlat ham berilmas. Ey Muhammad, aniqki sizdan avvalgi payg'ambarlar ham masxara qilingan. Bas ularning ustidan kulgan kimsalarni o'zlari masxara qilgan narsalari Allohning azobi qamrab olgandir. Ayting, tunda va kunduzi sizlarni Rahmon azobidan kim saqlay olur? Yo'q, ular Parvardigorlari zikridan, tavhid va Qur'ondan yuz o'giruvchilardir. Yoki ular uchun bizdan o'zga himoya qiladigan ilohlar bormi? Ular o'zlariga yordam qilishga ham qodir emaslar va ular biz tomondan ham himoya qilinmaslar. Yo'q, biz ularni, kofirlarni va ota-bobolarini dunyo matohlaridan shunday foydalantirdikki, hatto ularga umr uzun ko'rindi. Axir ular biz yerni atrofidan kamaytirib kelayotganimizni, kufr dunyosi qisqarib borayotganini ko'rmaydilarmi? Bas bizmi yoki ular g'olibmi? Ayting,
men sizlarni faqat vahiy bilan ogohlantirurman. Lekin karlar ogohlantirilayotgan vaqtlarida da'vatni qabul qilish uchun eshitmaydilar. Qasamki, agar ularga Rabbingizning azobidan andak yetsa, albatta ular holimizga voy, dar haqiqat bizlar o'zimizga zolim ekanmiz deb qolurlar. Biz qiyomat kuni uchun adolatli tarozilar qo'yurmiz. Bas biror jonga zarracha zulm qilinmas. Agar xantal o'simligi urug'idek yaxshi yoki yomon amali bo'lsa ham o'shani keltirurmiz. Biz o'zimiz yetarli hisob kitob qiluvchidirmiz. Dar haqiqat biz Musa va Harunga Furqon, Tavrot, ziyo va taqvodor kishilar uchun eslatma ato etdik. Ular Parvardigorlaridan g'oyibona qo'rqurlar va qiyomatdan ham ular xavfsirab turuvchilardir. Bu Qur'on biz nozil qilgan muborak eslatmadir. Hali siz uni inkor qiluvchimisiz? Dar haqiqat biz Musodan ilgari Ibrohimga to'g'ri yo'lni ato etdik. Biz uni biluvchimiz. O'shanda Ibrohim otasi va qavmiga sizlar doimo sig'inadigan bu haykallar nimadir dedi. Ular aytdilar: bizlar ota-bobolarimizni ularga sig'ingan holda topganmiz. U dedi: dar haqiqat sizlar ham ota-bobolaringiz ham ochiq zalolatda ekansiz. Ular aytdilar: bizga haq narsani keltirdingmi yoki sen o'yin qiluvchilardanmisan? U dedi: yo'q, sizlarning Rabbingiz butlar emas, balki osmonlar va yerning Parvardigoriki ularni o'zi yaratgandir. Men bunga guvohlik beruvchilardandirman. Alloh nomiga qasamki, sizlar o'girilib bayramga ketganlaringizdan keyin butlaringizga makr hujum qilurman. Bas, u butlarni parchalab tashladi. Faqat mushriklar butlarning kattasiga murojaat qilsinlar deb o'shanigina qoldirdi. Ular qaytib kelib, bizning ilohlarimizni kim bunday qildi? Kim bo'lsa ham u zolimlardan ekan dedilar. Ular ayrimlari aytishdi: ularni gapirib ayblab yuradigan Ibrohim degan bir yigitni eshitgandik. Shunda ularning kattalari: uni odamlar oldiga keltiringiz, shoyat ular guvoh bo'lishsa deyishdi. Uni keltirishgach, ilohlarimizni sen shunday qildingmi ey Ibrohim deb so'rashdi. Ibrohim aytdi: yo'q, bu ishni ularning kattasi mana bu haykal qildi. Bas ulardan so'rangiz, basharti gapira olsalar. Bas mushriklar o'zlariga xushlariga kelib bir-birlariga sizlar o'zingiz zolimsiz dedilar. So'ngra yana boshlari aylanib, sen ularning gapirmasliklarini yaxshi bilarding-ku deyishdi. Ibrohim aytdi: axir Allohni qo'yib sizlarga biror foyda ham ziyon ham yetkaza olmaydigan narsalarga sig'inasizmi? Sizlarga ham Allohni qo'yib sig'inayotgan butlaringizga ham tuf. Axir aql yurgizmaysizmi? Namrud boshchiligidagi mushriklar dedilar:
uni yoqib yuboringiz. Agar biror narsa qiluvchi bo'lsangiz, shu ish bilan ilohlaringizga yordam qilingiz. Biz aytdik: ey olov, Ibrohimga salqin va omonlik bo'l. Ular Ibrohimga makr qilmoqchi bo'ldilar. Biz esa ularning o'zlarini ko'proq ziyon ko'ruvchi qilib qo'ydik. Unga hamda Lutga najot berib, ularni biz barcha olamlar uchun muborak qilgan yer Shomga yubordik. Biz Ibrohimga Ishoqni hadya etdik va Yaqubni ham nabira qilib qo'shib berdik. Hamda barchalarini solih kishilar qildik. Yana ularni bizning amrimiz bilan odamlarni hidoyat etadigan peshvolar qildik. Va ularga yaxshi amallar qilishni, namozni barkamol ado etishni va zakot berishni vahiy qildik. Ular bizgagina ibodat qiluvchi bo'ldilar. Lutga esa hikmat va ilm ato etdik va uni iflos ishlarni qiluvchi qishloq ahlidan qutqardik. Dar haqiqat ular yomon va buzuq qavm edilar. Uni Lutni o'z rahmatimizga dohil qildik. Haqiqatan u solihlardandir. Nuhni eslang. U ilgari nido qilganida biz uni nidosini mustajob qilib, o'zini va ahlini buyuk g'amdan qutqardik. Unga oyatlarimizni yolg'onga chiqargan qavm ustidan g'alaba ato etdik. Dar haqiqat ular yomon qavm edilar. Bas ularni barchasini to'fonga g'arq qilib yubordik. Dovud va o'g'li Sulaymonning ekinzor xususida hukm qilgan kezlarini eslang. O'shanda unga qavmining qo'ylari tunda kirgan va uni payhon qilgan edi. Biz ularning chiqargan hukmiga shohid edik. Bas biz uni Sulaymonga anglatdik. Biz har ikkisiga hikmat, payg'ambarlik va ilm ato etdik. Dog'lar va qushlarni Dovud bilan birga tasbih aytadigan qilib bo'yin sundirib qo'ydik. Biz shunday qila oluvchidirmiz. Unga, Dovudga sizlarga ziyon yetishdan saqlaydigan sovut yasash san'atini ta'lim berdik. Bas sizlar shukr qiluvchimisiz? Sulaymonga esa bo'ronli shamolni bo'yin sundirib, uning amri bilan biz muborak qilgan zamin Shom sari esadigan qilib qo'ydik. Biz barcha narsani biluvchidirmiz. Yana shayton jinlardan u Sulaymon uchun g'avvoslik qiladigan va bundan boshqa ishlarni ham ado etadiganlarini yaratdik. Yana biz ularni qo'riqlab turuvchi bo'ldik. Ayyubning esa Rabbiga nido qilib: ey Rabbim, menga musibat yetdi. O'zing rahimlilarning rahimlirog'idirsan deb iltijo qilgan paytini eslang. Bas biz uni, ya'ni duosini ijobat qilib, undagi zahmatni ketkazdik hamda o'z huzurimizdan mehribonlik ko'rsatib, barcha ibodat qiluvchilarga eslatma bo'lsin deb Ayyubga oilasini va ular bilan qo'shib, yana ularning barobarida
ahlu avlod ato etdik. Ismoil, Idris va Zulkiflni eslang. Barchalari sabr qiluvchilardandir. Biz ularni o'z rahmatimizga dohil qildik. Dar haqiqat ular solih zotlardandir. Zunnun Yunusning o'z qavmidan g'azablangan holda qishlog'idan chiqib ketib, bizni unga qarshi chiqa olmaydi deb o'ylagan paytni, so'ng biz uni baliq qorniga tashlaganimizdan keyin qorong'u zulmatlar ichra sendan o'zga iloh yo'qdir, sen barcha nuqsonlardan pokdirsan, dar haqiqat men o'zimga zulm qiluvchilardan bo'ldim deb nido qilgan paytini eslang. Bas biz uning duosini ijobat qildik va uni g'amdan qutqardik. Biz mo'minlarga mana shunday najot berurmiz. Zakariyaning: ey Rabbim, meni yolg'iz tashlab qo'yma, merosxo'r farzand ato et, sen o'zing vorislarning yaxshirog'idirsan deb nido qilgan paytini eslang. Bas biz uni duosini ijobat qildik va unga Yahyoni ato etdik, hamda jufti halolini o'nglab tug'adigan qilib qo'ydik. Dar haqiqat ular mazkur payg'ambarlar yaxshi ishlarni qilishga shoshar va bizga rag'bat va qo'rquv bilan duo qilar edilar, hamda bizga barcha buyruqlarimizga itoat etuvchi edilar. Yana o'z nomusini saqlagan ayolni, Maryamni eslang. Bas ruhimizdan unga pufladik va u Isoga homilador bo'ldi va uni hamda o'g'lini olamlar uchun alomat qildik. Ey insonlar, sizlarning ushbu diningiz aslida bir din, ya'ni islomdir. Men esa barchangizning Rabbingizdirman. Bas menga ibodat qilingiz. Odamlar esa ishlarini, dinlarini o'zaro bo'lib tashladilar. Hamma odamlar biz sari qaytuvchidir. Bas kim mo'minlik holida solih amallardan qilsa, uning sa'y harakati zoyi ketmas. Biz albatta uni yozib qo'yuvchidirmiz. Biz halok qilgan qishloq ahli qiyomatda hayotga qaytmasligi mumkin emasdir. To Yajuj va Majuj to'g'oni ochilib, ular har bir tepalikdan oqib keladigan, haqqoniy va'da qiyomat yaqin bo'ladigan vaqtda bexos kofir bo'lganlarning ko'zlari qotib, ey holimizga voy, bizlar bundan g'aflatda ekanmiz. Yo'q, balki bizlar zolim ekanmiz deydilar. Ey mushriklar, sizlar va Allohni qo'yib sig'inayotgan butlaringiz ham jahannam o'tinlaridir. Sizlar unga tushuvchidirsiz. Agar o'sha ma'budalar chindan ham ilohlar bo'lganida jahannamga tushmagan bo'lar edilar. Barchasi u yerda mangu qoluvchidir. Ular mushriklar uchun u joyda faqat dod faryod qilishgina bo'lar. Ular u yerda hech narsani eshitmaslar. Albatta biz tomondan oldin go'zal martaba berilgan zotlar aynan o'shalar jahannamdan uzoq qilinuvchilardir. Ular uning
do'zax olovining sharpasini ham eshitmaslar. Ular o'zlari istagan ne'matlarda mangu qoluvchilardir. Ularni buyuk dahshat, qiyomat g'amgin qilmas. Ularni farishtalar mana shu sizlarga va'da qilingan kundir deb kutib olurlar. U kunda biz osmonni xuddi maktub yozilgan sahifani o'ragan kabi o'rab, birinchi marta qanday yaratgan bo'lsak, o'sha yaxlit holiga qaytarurmiz. Bu bizning zimmamizdagi va'dadir. Albatta, biz shunday qiluvchidirmiz. Biz zikrdan so'ng Zaburda albatta yerga faqat mening solih bandalarim voris bo'lurlar deb yozib qo'ygandirmiz. Albatta, bunda Qur'onda ibodat qiluvchilar qavmi uchun xushxabar bordir. Ey Muhammad, biz sizni butun olamlarga ayni rahmat qilib yuborganmiz. Ayting, menga ilohingiz yagona iloh ekani vahiy qilinmoqda. Bas, endi sizlar musulmonmisiz? Bas, agar yuz o'girsalar, ayting, men sizlarga vahiyni barobar eshittirdim. Sizlarga va'da qilingan qiyomat azobi yaqin yoki yiroq ekanini esa bilmasman. Albatta, u so'zning oshkorasini ham bilur, sizlar yashiradigan so'zlarni ham bilur. Bilmayman, ehtimol bu jazoning kechiktirilishi sizlar uchun bir sinov va biroz vaqtgacha, o'lguningizgacha imkoniyatdir. Muhammad aytdi: Ey Rabbim, o'zing haqqoniy hukm qilgin. Rabbimiz Rahmondir va u sizlarning noo'rin sifatlashlaringizga qarshi madad so'raluvchi zotdir.